Xo'p do'stlar, reading part 1 bilamiz. Multi levelda 5 ta part bo'ladi. 5 ta part aynan readingda va u partlar har bir xil savol turlaridan o'z ichiga oladi. Masalan, part 1 da bilamizki, qanaqa savol turi keladi? Part 1 da bizga reading beradi, qanaqa tekst beradi va u tekst ichida ma'lum joylar so'zlar olib qo'yilgan bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana birinchi savol, ikkinchi savol, mana uchinchi savol. Mana shu yerda bo'sh joylar qoldirilgan va mana shu bo'sh joylarga biz tekst ichidan nima qilamiz? So'z olib yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qarang, fill the gaps in the text with one word. Bitta so'zdan foydalan. E'tibor beringlar, bu faqatgina nima bo'lishi kerak? Bir dona so'z bo'lishi kerak. Ikkita so'z bo'lishi mumkin emas. Bir dona so'zdan foydalanib, o'sha gaplarni nima qilasiz? To'ldirasiz. Endi qaranglar. The word should be taken from somewhere in the text. O'sha olayotgan so'zingiz tekstni qayerdandir nima qilish kerak? Olinish kerak. Masalan, men mana bu birinchi savolga aytaylik, javob to'ldiradigan bo'lsam, tekstni qayerdandir o'sha so'zni topib, olib nima qilaman? Olib borib qo'yishim kerak bo'ladi. Endi do'stlar, bu bo'yicha ma'lum bir qonun qoidalar bor. Sizlarga ham aytib o'taman, masalan, lingua skill testida ham mana shunaqa savollar beriladi. Masalan, mana bu joyga tashab ketiladi-da. So'zlar tashib ketiladi. Sizlarga uni masalan tekst ichidan olinmaydi ba'zi testlarda. Prosta o'zingiz o'sha qolib ketgan so'zni o'ylab topishingiz kerak bo'ladi ba'zi testlarda. Masalan, bunday deb ketadi, e'tibor beringlar. Masalan, the speed of the light is masalan qarang, the fastest in the world deydi. Qaranglar, masalan according deb turib, masalan jin deb ketishi mumkin. Jinga ko'ra yorug'lik tezligi dunyodagi eng tezkor ekan desam, accordingdan keyin nima olamiz? Menimcha buni hamma taxmin qilib bo'ldi. Accordingdan keyin javob qaysi keladi? To kelishi kerak. Tushunyapsizlar? Mana bu to ni men o'zim kallamdan masalan hisoblab, o'ylab ko'rib olyapman. Lekin bolalar, mana bu yerda kelayotgan so'zlarni biz o'zimiz to'qib olmaymiz. O'zimiz nima qilamiz? Tekst qayerdandir olib turib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bolalar, aynan mana shu bo'yicha ba'zi bir yozilmagan qoidalar bor. Qarang. Yozilmagan qoidani endi nima deymiz inglizchada? Important rules in reading part 1. Reading part 1 bo'yicha muhim nimalar? Qoidalar. Hozir men sizlarga buni tushuntiraman va bundan keyin shu paytgacha multi level tarixida imtihonda tushgan bitta reading bor. O'ta ham controversial bo'lgan. Даже men bilan kanalning a'zosi, mendan ozgina kamroq, bitta ishga katta o'qituvchi Rossiyadagi competition ham qilganmiz-da. Endi men competition deb aytmayman, lekin masalan u boshqa javob aytgan, men boshqa javob aytgan, mana siz tortishganmiz. Aynan shu hozir qoidalarga asoslangan holatda men olgan javobimni sizlarga keyinroq ko'rsataman. Okay? This is one of the, interesting parts of, this lesson actually. Xo'p, qaranglar, ma'lum bir qoidalar. Ular nima? Birinchi o'rinda javob olayotgan paytingizda qarang. Look for qadar degani bu. Look for the word, ya'ni o'sha javobni qidiring, from above, ya'ni tepadan qidiring. Bu nima degani? Ya'ni look at the lines above the given question. O'sha berilgan savoldan tepadan nima qilishingiz kerak? Javobni qidirishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Mana masalan qaranglar. Mana bu yerda aytaylik, mashinchi gap aytayapti, men birinchi savol beryapti. Aynan mana shu men olgan joyim bor, bo'yagan joyim. Xuddi mana shu yerdan javob chiqishi kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ikkinchi javob qayerdan chiqadi? Ikki javob o'zining tepadan, mashinchi joydan chiqadi. Lekin narsaga ikki nima bo'lmaylar, chalg'ib qolmaylar. Masalan, 1 bilan 2 ning o'rtasidan ikkinchi javobi chiqadi degan joyi yo'q. Tushunyapsizlar? Yoki 2 bilan 3 ni, mana 3 javobini topmoqchi bo'lsam, допустим aytaylik, 2 bilan 3 ni o'rtasidan matdan chiqadi degan joyi yo'q. 3 dan tepadan полностью mana shu javobdan chiqish kerak. Tushunyapsizlar? Ya'ni savol tepasiga qarang. Shuni ham yozib qo'yapman, qarang. However, the answer, qarang, is not necessarily located between
qarang. Between masalan qarang. After the parts of after the previous question. Masalan, o'zidan oldingi savoldan oldin joylashgan bo'lishi shart. Masalan, 3 javobni topayotgan bo'lsam, ya'ni 3 bilan 2 ning o'rtasi degan joyi yo'q. Tushunyapsizlar? Даже oxirgi imtihonda adashmasam iyun oyida bo'lgan imtihonda mana shunday holat bo'lgan. O'quvchilar mana imtihon kirishganda, v общем, nima bo'lgan? Imtihondan chiqishgandan keyin men yozganman, shu faktni aytganman. Xullas, bolalar javob tepadan chiqadi desam, ko'pchilik aytgan pastdan chiqadi, va hokazo degan. Aynan mana shu joyda bolalar sizlarga bitta nima berib o'tmoqchiman, tushuncha berib o'tmoqchiman. Qaranglar. Siz ishlayotgan mock testlar, qarang. This rule may not be true for mock tests or qarang. Multi-level books. Siz ishlayotgan mock testlar yoki multi-level kitoblar bo'yicha bu qoida to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz ishlayotgan tekstlar faqat tepadan emas, pastdan ham chiqayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bo'lib narsani esdan chiqarmanglar, u testlarni Davlat test markazi tayyorlamaydi-da. Ularni tijoriy maqsadlarda o'sha nimalar ma'lum bir o'qituvchilar ishlab chiqaradi. Balki ularda mana shu qoidadan xabari yo'qdir. Balki ular aynan shu qoidaga moslab qilishmagandir. Lekin o'sha mock testlarda bu narsa xato bo'lyapti degani, imtihonda ham bu narsa xato bo'ladi degani emas. Tushunyapsizlar? E'tibor berasizlar. Kelishdik? Ya'ni real exam questions works in this way. Real savollar xuddi shu usulda ishlaydi. Xo'p do'stlar, aynan reading part 1 bo'yicha yana bitta muhim qoidalardan bittasi, qaranglar. You do not take pronounlar degan masalan he, she, it yoki they, mana shunga o'xshagan pronounlar and articles, mana artikellar, masalan javob qo'lla olmaysiz bularda ham. Articles deyapman. Допустим, aytaylik, mana bu yerda a, masalan the yoki an artikellar kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam or determiners. Masalan determinerlar bo'lishi mumkin, masalan this yoki that yoki these as a response. Javob sifatida aynan bularni siz nima qila olmaysiz? Ola olmaysiz. Ya'ni it should, qarang. It should always be a certain word. U har doim ma'lum bir bitta so'z bo'lishi kerak. Mana shu qoida ham bolalar juda ham muhim. Ko'pincha o'quvchilar they olib qo'yadi. Balki bu narsani men o'ylayman, o'sha bizda juda ham mashhur, hamma qo'lda ishlatadigan kitoblar bor. O'sha kitoblarda даже zayda ham javob qila olishganda, lekin to'g'risini aytaman, zay javob bo'lmaydi. Men o'zim mana 7 marta imtihonga kirganman. Multi level testda ishlash funksiyasini qandaydir jihatdan his qilganman-da, bunday sezaman o'sha narsani. Ya'ni shu paytgacha biror marta pastdan javob chiqmadi. Biror marta they yoki this, that, these'lar javob bo'lib kelmadi. Tushunyapsizlar? Mana masalan mana joyda ko'radigan bo'lsak ham, mana bu birda javob bergan ham, masalan 2 ga masalan men bir tepasini ko'raylik-da. Masalan mana have bor-ku, have degan so'z. Mana bu have ham bolalar javob bo'lib kela olmaydi, chunki bu ko'makchi fe'l. Aniq menga bitta so'z kerak. Masalan thousandsmi yoki yearsmi yoki spacemi yoki explorersmi, shunga o'xshagan menga qanaqadir bitta vocab, bitta so'z kerak bo'ladi. Hech qachon men to be yoki bir ko'makchi fe'l, bog'lovchi, aniqlovchi, artikel, ya'ni pronounlar, ya'ni olmoshlar men ola olmayman. Mana shu ham bolalar bitta muhim qoidalardan bittasi. Tushunyapsizlar? Buni ham e'tiboriga olinglar. Endi undan keyingisi, qarang, ishlayotgan paytda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Identify the word, qarang, the word formation of the question. Ya'ni olayotgan javobingizni so'z turkumini aniqlab oling and look for the word based on that. Va o'shanga asoslanib javobni oling. Bu nima degan? Qaranglar.
Masalan, so'z turkumlari qanaqa bo'ladi? So'z turkumlarini biz bilamizki, masalan, ular bo'lishi mumkin, noun bo'lishi mumkin, noun bo'lishi mumkin yoki qanaqadir verb bo'lishi mumkin yoki javobiy aytaylik adjective bo'lishi mumkin yoki masalan ba'zi adverb bo'lishi mumkin va hokazo. Qarang, sizga qaysi so'z turkumi kerak? Masalan, bizda mana aniq qilib ketyapman. Masalan, yoki n artikllari keladigan bo'lsa, biz nima olamiz? O'z-o'zidan singular noun. Masalan, sizga qo'yapti-da, mana savolda qilib turib nuqta qo'yaptimi? Demak, biling siz u yerga ot olishingiz kerak. Otni ham bo'lib hamki qanaqasi? Sanaladigan birlikdagi ot. Va mana ga qarab turib, masalan, o'sha otingizni boshlang'ich harfi undoshligini va n ga qarab turib olayotgan javobingizni birinchi harfi unli ekanligini mana olsangiz bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni shunga qarab ham qidirsalang bo'ladi. Yoki masalan bizga this berib qo'ygan bo'lsa nima qilaman? Bunda ham xuddi shunaqa. Sanaladigan birlik ot keladi thisdan keyin. This qilsa-chi, bunda bilasiz, grammatik jihatdan o'z-o'zidan qaysi keladi? Plural noun kelishi kerak. Endi bu yog'i bolalar sizni grammatik bagajingizga bog'liq. Grammatikangiz qanchalik yaxshi bo'lsa, shunchalik buni yaxshiroq topa olasiz. Undan keyingi qism bolalar, undan keyin bitta asosiy qismi meaning, ma'noga e'tibor bering. Ya'ni what kind of word can be suitable for the empty space. Qanaqa turdagi so'z mos bo'lishi mumkin bo'sh joyga? O'sha berilgan bo'sh joyga qanaqa turdagi so'z mos keladi ma'no jihatdan? Tushunyapsizlar? Masalan aytaylik, qaranglar, bitta misol keltiryapman. Bizga masalan yozib qo'ygan. Mana qarang. Many bir narsa, masalan were killed, masalan last year. Ko'plab nimadir o'tgan yil o'ldirildi, deyapti. Ne ko'rasiz, qarasiz, many kelyapti. Manydan keyin допустим olishingiz kerak qanaqa plural noun, ko'plik ot olaman deyapsiz, bo'ldi, tirsmiga qo'ydik. Tepani qaraysiz, tepada ko'plik otlar kelyapti. Masalan, bizda bor tables, trees, laptops, yoki masalan aytaylik, yana aytayapti mana animals, yoki masalan aytayapti bu yog'idan bags deyapti. Masalan mana shu yerda ko'plab bir narsa o'ldirildi o'tgan yil deyapti. So'z turkumi bo'yicha bu hammasi tushadi. Hammasi ko'plik. Lekin menga ma'no jihatdan o'ldiriladigan narsa kerak-da. Tushunyapsizlar? O'ldiriladigan narsa nima? Trees, tables, laptoplar tushmaydi, bag tushmaydi. O'z-o'zidan menga javob qaysi keladi? Animal javob bo'ladi. Ya'ni mana shu ma'no jihatdan bolalar qarasalaring, o'sha bu ham javob topishga yordam beradi. Bunday narsada bolalar, tasavvur qilinglar. Sizga o'sha katta ko'lamda nima bergan? Variantlar ko'pda sizda. Masalan, javob olishingiz kerak, xato olib qo'ymaslik uchun haligi xato javoblarni chiqarib olsangiz ham o'zi ancha sizni javobga yaqinlashtiradi. Masalan, men bu yerda ma'nosini, qanaqa ma'no topishimni bilish orqali, masalan, hozir mana table, mabellarni chopyapman-da. Tushunyapsizlar? Bulardan eliminate qilyapman, bulardan voz kechyapman. Keyin masalan, manydan keyin ko'plik ot kelishini bilganimdan keyin o'z-o'zidan birlik otlarni ham olishdan nima qilaman? Qaytaman orqaga. Keyin o'sha mana bu yerda men yana ko'rdim. Nima noun yo'q. Buni aniqlashni o'rgatdim. Mana bu bog'lovchilar nima deydi? Olmoshlar, artikllar, aniqlovchilarni olmaslikni bilgandan keyin men xuddi shu so'zlardan ham qochishni boshlayman. Bular javob bo'la olmasligini bilaman. Eng katta ustunligi, men javob tepadan chiqishini bilgandan keyin o'zi men nima deydi? Javobni даже tog'oraga solib oldim-da. Mana baliqni, masalan, ushashim kerak, dengizda quvib yurmayman-da baliqni. Chat tog'oraga solib oldim. Chelakka solib olaman. Word formation bilgandan keyin, tushunyapsizlar? Keyin o'zi word formationdan bilib turib, uni ko'plik birligini aniqlab olgandan keyin o'zi men ani baliqni как будто nima bankaga solib olgan deb gap bo'ladi. Tushunyapsizlar? Men boshlandim. Dog'ni ketmaydi. Ha, bu. Chetda qoldim. Xullas. Bo'ldi. Nima Spark ocham? Spark kalit ol, o'tda turibdi o'g'lim. Okay. Xo'p, guys. Endi do'stlar, mana xudo xolasa praktika qilamiz hozirlar bilan. Ketdi qaranglar. Mana bu demak, o'sha multi level imtihoni darajasidagi real savol deb olsak bo'ladi. Demak, ketdi, ko'ramiz. For thousands of years, humans have explored the earth. Minglab yillar davomida insonlar yerda tadqiq qilib kelishgan. Nowadays, we are exploring the space. Hozirgi kunda biz nima qilyapmiz? Fazoni o'rganyapmiz, explore qilyapmiz.
Astronomers are the modern day explorers. Astronavtlar zamonaviy kundagi nimalar? Tadqiqotchilardir. Currently, hozirda many something are looking for. Ko'plab o'sha nimalardir yoki kimlardir qidiryapti yangi planetalarda and new places for humans to live in the future. Yangi planeta va yangi joylar qidirishyapti insonlarga kelajakda nima qilish uchun, yashashlari uchun. Endi do'stlar, e'tibor beringiz. Manydan keyin biz nima olamiz o'z-o'zidan? Manydan keyin ko'plik ota olinadi. Buni bildik. Mana plur qo'yapman, plural ota olinadi. Plus qaranglar. Ular looking for qidirishyapti. Demak, qidirayotgan bo'lsa, demak qidirayotgan bu qanaqadir bir shaxsligini biz bildik. Tepada shaxslar qaysilar bor shaxsga doir. Masalan qarang, mana thousands degani ham o'zi ko'plik ot keladi. Manydan keyin mos keladi. Lekin men thousands ni javob qilib ola olmayman, chunki bu yil xolosda. Okay? Bizda bor bolalar humans, insonlar bor. Astronomers bor, astronavtlar. Xo'p. Keyingisi bor explorers bor. Endi hozirda ko'plab kimlardir qidirishyapti yangi planetalarda. Endi qarang, ko'plab o'z-o'zidan ma'noga qaranglar, humans deydigan bo'lsa, bu javobga tushmaydi. Odamlar qidirmaydi-ku. Masalan, men qidirganim yo'q-ku, hozir to'g'rimi? Endi ko'plab tadqiqotchilar deydigan bo'lsam, qarang, aynan fazoni o'rganadiganlar, mana tadqiqotchi degani juda ham keng ko'lamli-da. Masalan, prosta biolog odam, допустим, bog'ga borib, chigirtkalarni ko'rib o'rgansa, u ham tadqiqotchi bo'laveradi-da. Tushunyapsizlar? Ya'ni aynan bizga planetalar va yangi joylarni qidirayotgan odam, planetani qidirayotgan odam aynan u kim bo'lish kerak? O'z-o'zidan astronomer bo'lish kerak. Mana explorerni ham chiqarib yubordim, ko'lami katta bo'lgandi, lekin bizga mana astronomer degan javob nisbatan qanaqa anchagina mos keladi. Shuning uchun biz astronomerni javob qilib olishimiz kerak. Birinchisi. Mana qaranglar, javob qayerdan chiqyapti? Tepadan chiqyapti. Tushunyapsizlar? Aynan mana shu mana bizning javobimiz bor. Xuddi mana shunaqa yondashuv bilan bola ishlasalar, umuman part birda xudo xolasa, birorta ham xato qilmaysizlar. Xo'p, endi bolalar, keyingisiga o'tyapman. But where do astronomers start looking? Xo'p, ular qayerdan boshlash kerak qarashni? First of all, astronomers look for a star. Dastlab ular yulduzga qarashar ekan. Yulduz qidirishar ekan osmondagi. Okay, that's interesting. That's because our own Earth orbits a star, the sun. Chunki biz o'zimiz yerimiz ham nima quyosh atrofida nima qilar ekan? Aylanar ekan. Chunki yulduz atrofida aylanar ekanda, o'zimiz yerimiz. More importantly, it's the correct distance from the sun for heat and light. Bundan ham muhimrog'i, qarang. Bu nima deydi? Correct distance bo'lish kerak ekan. Ya'ni bu to'g'ri distansiyadir quyosh va quyoshdan nima uchun? Yorug'lik va heat va light uchun. Issiqlik va yorug'lik uchun. Okay, yulduzni qidirar ekan, shu bilan birga issiqlik va yorug'lik ham bo'lishi kerak. Tushunarli. So when astronomers have found the something, they look at the planets around it. Qarang. Qachonki astronomlar nimanidir topishgandan keyin, ular nima qilishar ekan? Uni atrofidagi planetalarga qarashni boshlashar ekan. Okay. Endi ko'raylik. Xo'p, qachonki astronavtlar topishganda nimanidir ular qarashar ekan uni atrofidagi planetalarga. Xo'p, qarang, ular nima qidirishyapti o'zi aslida? Ular they will look for a star. Ular yulduz qidirishyapti, to'g'rimi? Demak, yulduzni qidirishyapti. Demak, o'sha yulduzni topishgandan keyin atrofidagi planetaga qarashadi. Endi bola shu yerda o'ylashingiz mumkin. What about sun? Sunchi, quyosh. Bolalar qarang, biz quyosh qidirmayapmiz. Quyosh o'zi bir dona. Butun dunyoda quyosh bir dona, o'sha biz ko'rayotgan quyosh hisoblanadi. Undan tashqari boshqa yulduzlar ham bo'lishi mumkin, quyoshga o'xshagan. Lekin biz ular boshqa yulduzlar quyosh deb nomlamaymiz-da. Masalan, galaksiyaning tepaga chiqib ketaman, u mayda quyosh bor ekan deyilmaydi-da. Ular hammasi yulduz deyiladi. Biz quyoshni qidirmayapmiz, biz yulduzni qidiryapmiz. Tushunyapsizlar? Demak, o'sha yulduzni topishgandan keyin atrofidagi planetalarga qarab chiqishadi. Shuning uchun ham bu yerga ma'no jihatdan mos keladigan, grammatik jihatdan mos keladigan, so'z turkum jihatdan mos keladigan so'z that's the star. Okay? That's the star. That's the answer that I'm getting. Javoblarni yashillab berib ketsam bo'larkan. Okay. Beautiful. Yana bitta faktik narsa borlar. Stars bo'lmasligining sababi birinchi o'rinda tepada haqiqatan ham stars degan joy yo'q, yulduzlar degan joy yo'q.
Birinchidan. Ikkinchidan. Ma qaranglarda. So when astronomers found the star yoki the stars, masalan aytaylik, they look at the planet around it deyapti. Mana it degandan keyin o'z-o'zidan itga bog'liq narsa birlik bo'lishi kerak. Shuning uchun ham star olamiz. Okay? Shuning uchun ham biz ko'plik olamiz. Okay. Let's carry on. Hop, keyingisi. In recent years, astronomers have found nearly 400 new planets with stars. Unfortunately, many of these something are either too near to the star or too far away. Qarang. Afsuski, mana so'nggi yillarda astronavtlar topishdi deyarli 400 ta yangi planetalarni, o'sha yulduzlari bilan. Afsuski, ko'plab bu nimalardir? Qarang, these kelyapti. O'z-o'zidan bekka nima olaman? Plural, ko'plik olaman. Yo juda ham yaqin yulduziga yoki juda ham uzoq. Endi qaranglar. Xullas, yulduzga yaqin bo'lgan narsa nima bo'ladi? Yulduzga yaqin turgan narsa, mana tepada ko'pliklar juda ham ko'p, lekin yulduzga yaqin turgan narsa albatta nima dedi qaranglar? Planets with stars deyaptimi? Ya'ni yulduzlar oldida planetalar deyaptimi? Demak, planeta bilan yulduz bo'lar ekanda, endi bu yulduzga juda ham yaqin ekan. Nimalar yaqin bo'ladi? O'z-o'zidan planets. Tushunasizlar? Aynan planets hozir bu yerda bizga javob bo'lishi kerak. Chunki mana bu near to the star deganligi menda with dan kelib chiqib javobga olsak bo'ladi. So, that's it. Endi qaranglar keyingisi. However, if the planet is in a good position, agar planeta yaxshi pozitsiyada bo'lsa, hop mana qaranglar, planeta yaxshi pozitsiya nima degan? Tepada nima dedi? U juda ham yulduzga yaqinmi ekan? Ya'ni yulduzga yaqin bo'lsa, temperaturasi issiq bo'ladi-da. Mo'jiz shunaqa. Endi agar planeta yaxshi vaziyatda, yaxshi holatda bo'lsa, yaxshi pozitsiyada bo'lsa, masalan, joylashuvi yaxshi bo'lsa, demoqchi, o'zining yulduzi bilan. Astronomers bir narsa for. Qarang, astronomers gapning egasi. Egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri nima kelishi kerak? Fe'l kelishi kerak. Verb qo'yapman, verb kelishi kerak. Okay? For three key things. Endi qarang, for bilan kelyapti. 3 ta asosiy narsani nimadir qilishadi. Suvni, havoni va nimani? Toshni. Endi o'z-o'zidan bu yerda bolalar, ya'ni shundan kelib chiqadigan bo'lsak bo'lar, katta ehtimol bilan tepada kelgan fe'llarimizdan bittasi, o'zi fe'llar ham juda ko'p emas, e'tibor bersalaring, aynan mana bu look javobga juda ham yaqin keladi. Imtihonda men imtihondan oldin bu testni bajarganman. Menga juda ham haligi oson, birinchi eng oson topganlarim bittasi mana shu bo'lgan. Ya'ni look for. Chunki for bilan bekka boshqa so'z qo'ya olmaymiz, for predlog bilan aynan ma'no jihatdan ham mos keladigani qaysi bo'ladi? Look hisoblanadi. Demak, look for three key things bo'lishi kerak. Keyingisi bolalar. Nimaga uchalasini qidirishadi? Water is important because all life needs water. Humans can drink it and they can also grow plants with water. And binasa produce air for humans to breathe and food to eat. Hop. Va nimalarni ishlab chiqaradi? Qarang, produce kelyapti. Produce ga qarasam, qarang, enddan keyin hozir bitta noun keladi-da. Endi produce, agar bu noun borlar birlik bo'lsa, produces bo'lishi kerak, s qo'shilishi kerak itga nisbatan. Lekin produce bo'lgandan keyin demak bu narsa qanaqa? O'z-o'zidan ko'plik ekanligini men hozir nima qilyapman? Pala qilaman, plural ekanini bilyapman. Ishlab chiqaradi havoni insonlar uchun nafas olishga. Demak, havoni ishlab chiqaradi nimaga? Va ovqatni yeyish uchun. Qarang, ham havo ishlab chiqaryapti, ham ovqat beryapti bizga. Ham ovqat beradigan, ham havo ishlab chiqaradi. O'zi havo ishlab chiqaradigan bitta narsa bor. Ular ham bo'lsa plants, o'simliklar. Va o'zi mana undan tepani qaraydigan bo'lsam, mana bu tepani qaraydigan bo'lsam, o'z-o'zidan ko'p so'z yo'q bu yerda. Aynan ma'no jihatdan mos keladigan bolalar plants. Chunki ular havo beradi, ham ular ovqat beradi. Shuning uchun demakki nima? Javobga plants yozsam to'g'ri keladi. Okay. So all life on other planets will need water and air. Shuning uchun ham hamma planetalardagi shuncha hayot deyapti, hamma planetalarga kerak bo'ladi, muhtoj suv bilan nimaga? Havoga. Lekin qarang, bir narsa on a planet is also important. That's because there is often water under the rocks. Endi qarang, nimadir
plantadagi shuningdek muhim. Endi qarang. Also deyapti-da. Also. Also degandan keyin buni qo'shimchasiga yana muhim demoqchi-da bu narsa. Masalan, qarang, bunday narsada bunday demaymiz-ku. Qarang. I need to buy qarang, an apple and an orange. I also need to buy desam qarang. Men sotib olishim kerak olma va nima? Va orange. Va o'sha orange sotib olishim kerak. Men shunday yana sotib olishim kerak, orange demayman-ku yoki apple demayman. Tushunyapsizlar? Men sal toshib keladi. Nimaga? Chunki men olma va mandarin sotmoqchiman. Men yana shuni sotmoqchiman, olma desam, menda g'alati-da, gap ma'no chiqmaydi. Mana also borligi, bu yerga qo'shimcha nimadir qo'yish kerak. Ya'ni mana bu yerdagi water bilan air dan tashqari nimadir qo'yish kerak. Ya'ni men aytda shuncha nima bo'ladi? Tepada kelgan so'zlardan qaraysiz, o'zi men aytdi, water, air, rock qidirishadi ular. To'g'rimi? Mana water bilan air ketdi, o'z-o'zidan bitta javob menda rock qolyapti. Keyin pastga tushganingizda ham chunki u yerda odatda suv bo'ladi, toshlar pastda deyapti. Tosh pastda suv bo'ladigan bo'lsa, demak biz javobga tosh olishimiz kerak. Ya'ni bu yerga is kelganligi uchun bolalar, is kelganligi uchun birlik ot olamiz va ular birlik bo'lib turib qaysi javob rock bo'lishi kerak.